odam o'sha mashhur darknetda qizil suyuqlik oqib ketgan oyoq kiyim sotadigan saytni topib oldi va u yerdan oyoq kiyim buyurtma qilishga qaror qildi. Eng qizig'i, bu saytda oyoq kiyimni tagida uning o'lchamidan tashqari uni egasini ismi va yoshi haqida ma'lumotlar ham bor edi. Shaylo laqabli bu odam esa mana shu oyoq kiyimlarni ortida yashiringan ularni tarixini va qanday qilib ular mana shu holatga kelib qolganligini bilish maqsadida oyoq kiyimlardan birini sotib olishga qaror qildi. Bundan tashqari, Shayloning aytishiga ko'ra, u oyoq kiyimlarni qo'liga olishi bilan shu zahoti luminol degan kimyoviy modda bilan tekshirib ko'rar ekan. Ma'lumot uchun aytib o'taman, luminol o'zi organik modda bo'lib, vodorod peroksid va temirli katalizator modda ishtirokida qorong'ida ko'k rangdagi nur tarqatadi o'zidan. Va aynan mana shu nuqtada luminolni, vodorod peroksid va temirli moddani mana shu etikka nima aloqasi bor degan savol sizda paydo bo'lishi mumkin. Bu savolga javob sifatida aytishim mumkinki, amaliyotda luminolni politsiya va sud-med ekspertiza xodimlari hattoki ko'zga ko'rinmas o'sha qizil suyuqlikdan qolgan dog' va izlarni aniqlashda ishlatishadi. Ya'ni, agar rostiga ham o'sha yerda qizil suyuqlik oqqan tomgan joy bo'lsa, bu luminol degan modda ko'k rangda yonadi. Nimaga qizil suyuqlik ta'sirida luminol yonadi desangiz, chunki qizil suyuqlikning tarkibida hamma biladi, gemoglobin bor va gemoglobinning ichida esa temir moddasi joylashgan. Ko'rdinglarmi, oddiygina biologiyaga oid elementar bilimlar qanchalik mantiqiy o'ylashni kuchaytirib yuboradi. Voqeaga qaytadigan bo'lsak, uning etni jimlatvoradigan tomoni shuki, bu oyoq kiyimlarni egalari bilan qanaqa dahshatli voqealar sodir bo'lganligi hech kimga ma'lum emas edi. Kommentariyadagi odamlar esa bu oyoq kiyimlarning egasi allaqachon tiriklarning orasida bo'lmasligi mumkin deb xavotirga tushishdi. Yokida bular shunchaki oyoq kiyim emas, balki siz kutmagan, o'ylamagan qo'rqinchliroq narsa bo'lishi mumkin. Masalan, bu oyoq kiyim uni egasi hayotini oxirgi nuqtasida ko'rgan kadrlari ham bo'lishi mumkin. Yana bir g'alati tomoni, bu oyoq kiyimlarning narxi bo'ldi. E'tibor berib qarasangiz, ularning narxi eski va kiyilgan oyoq kiyimga qimmatlik qilmaydimi? Shayloga qaytadigan bo'lsak, u 29 yosh ko'rsatilgan mana shu etiklarni $129 sotib oldi va bir necha kundan keyin esa etiklarni uni uyiga yetkazishlari ma'lum bo'ldi. Agar sizga ham bundan keyin sodir bo'lgan voqealar qiziq bo'lsa, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarda ko'rishguncha